алдымен sizler arqali ustoz degan ulug' ataqqa erishib keltirgan maqtanishli kasb egalari umumiy xalqlik bayram muallimlar ham ustozlar kuni bilan chin yurakdan qutlaqlaymiz. Siz avlodlar kelishikka baratgan, ustozim deb silab arqa suyegan, qalin elga bilim nurini taratgan men muallim degan xalqni suyaman. Umr deb atalgan sheksiz shahanda bir inson jasaydi. O inson sham siyahli butkul alamga nur taratadi. Bu mehr daryoday to'lib tasqan aziz ustozlardir. Ustozim deb jasar arqa suyegan. Oldingizda oq bosimda yemen kelishikdan gulshanini gul etgan men muallim degan xalqni suyaman. Alimga ta'rif ko'p, maqtov ko'p bari. Chiroyli gaplarga jamliq qiladi. Ko'nglimdagi sizda ta'riflash uchun bularning barida kemlik qiladi. Kısa o'rinda aytib o'tmoqchiman, mening maqola yozuvga, ya'ni aytganda yuritilishga bo'lgan qiziqishligimda o'yatgan ustozim Shahnoza O'razimbetovaga ming rahmat aytaman. O'quvchilarning vaqtini mazmunli ham ko'ngilli o'tkazish maqsadida жазғы дем алса, Ахметова 91 пляжы шеңберінде өткізілген шығармалар танлауында район біріншілігінде село бірінші орында иеленуге мәсәл болдым.